Erkaklarda yosh kattalashi va qo'shimcha kasalliklarning paydo bo'lishi bilan jinsiy faoliyatning pasayishi kuzatiladi va Viagra, Ciagra, Levitra, Cialis kabi preparatlarga ehtiyoj ortib boradi. Afsuski, yurak-qon tomir tizimidagi ko'plab muammolar sababli bu preparatlarning doimiy iste'moliga o'z navbatida cheklovlar tushadi. Aslida muammo ana shu yurak-qon tomir tizimining o'zida, ya'ni metabolik sindrom, qandli diabet, semizlik, yurak-qon tomir tizimidagi muammolar, aterosklerozlar, ishemiyalar erektil disfunksiyani, ya'ni jinsiy faoliyat pastligini chaqiradi. Bir tadqiqot o'tkazilgan, 11 talik katta tadqiqot, unga ko'ra statinlar erektil disfunksiyani davolash bo'yicha aynan o'sha yuqorida ta'kidlangan Viagra kabi preparatlardan effekti qolishmasligi amalda o'z isbotini topgan. Shuning uchun ayrim turdagi vrachlar va bemorlarga, ya'ni statinlarning effekti past yoki effektini ko'rmayman deydigan, nojo'ya ta'sirlardan qo'rqadigan artistlarga va bemorlarga murojaatim shundaki, xulosa chiqarishga shoshilmang. Statinlar aynan ana shu jinsiy organlardagi aterosklerozni davolash orqali sizda jinsiy faoliyatning qayta tiklanishiga yordam beradi. O'zingizni ehtiyot qiling, bizni kuzatib boring.